Hamma mukammal yaratilgan dedingiz, kim xunuk siz uchun? Yuvinishga sharoiti bo'la turib, qo'ltig'i sasiydiganlar xunuk. Ochiq sochiq kiyinib olib, erkaklar menga qarayapti deb o'ylab, lekin ana qo'ltiq jonivor qorayib, tizda jonivor yara bo'lib, tovon qarsa yorilib yotadi-yu, ko'rganmisizlar? Seskanib ketasizlar. Shunaqalar xunuk. O'zini sevmaydiganlar xunuk. Bundoq qaraganingizda takoy kiyinib olgan, chiroyli, akkuratni qo'lda iPhone'lar, tillalar bo'ladi-yu, lekin 4 ta odamning ichiga kirgandan keyin mana o zabon o'lgir ishlab, ozgina muloqot qilganda hurmatini yo'qotadi-yu, ko'zingiga xunuk ko'rinib ketadi, ongsiz. Ko'rinish bilan mana o miya bir-biriga to'g'ri kelmaydi-yu, ana o'shanaqalar xunuk. O'zini sevmaydiganlar xunuk. O'ziga past baho beradiganlar xunuk. Alloh hammani bir xil chiroyli qilib yaratgan. Bo'yi pastmi, kaltami, semizmi, ozg'inmi, oqmi, qorami, farqi yo'q, hamma go'zal. Allohning hamma asari go'zal. Lekin